To'ydaydi-ku, bu yana qanday rasvogarchilik? Men senga salom dedim. Salomingni pishirib ye, axir men qishloqda 20 kun bo'lmadim. Sen nimalar qilib tashlading bu yerlarda? Hamma yer rasvo, mana bu yerga hech narsa ekilmagan, hammasi rasvo bo'lib yotibdi. Uyim ham dadalashib ketgan. Tushuntir hammasini. Qori qaynamasini o'zingni bosib ketmaydi shu yerda. Hammasini sen yig'ishtirding-ku. Mana dadalashib ketdi. Meni uyimga qara, meni ham uyimga olib qiynalgani yo'q. Ha, men yo'limda bular hammasiga sen qarashing kerak edi. Bularni hammasini qaranglar do'stlar. Bu haqiqiy dahshat. Bularni endi sen yig'ishtirasan. Qishloqqa bo'ldi, asabni buzaverma. Mana shularda hammasini sen hozirni o'zida yig'ishtirishni boshlaysan. Yo'q. Nega men yig'ishtirishim kerak? Shu qochib ketmaslik kerak edi. Xullas, gapni pul kallasini eshitdingiz? Batl o'tkazamiz. Yutqazgan o'sha yig'ishtiradi. Sabobsan Qaqa, xohlaganingni aytishim mumkin, lekin g'alaba meniki bo'ladi. Men bularning hammasini yig'ishtirishni aniq xohlamayman. Shuning uchun mag'lubiyatga tayyorlanishim mumkin. Sen meni tushunmading, javob. Men yomon qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Yo'yib beraman. Mana buni pam ko'ryapsanmi, yo'yadi. Ya'ni bino. Shunchaki bino quramizmi? Yo'q. Binolar jangi 2.0 bu. Biz shunchaki bino qurmaymiz. Biz g'alatiroq bino quramiz. Baba yutqazmay, tez bo'lsangchi, men shunchaki orqadan qaytaraman. Men yutqazaman, lekin menga bunday tuyulmayapti. Shuncha hissiyotlaring o'lgan desene. Burningga qo'ygan pashani ham sezmaysan. Koronavirus bo'lgandan shuni. Ha, juda ham kulgili. Sen undan ko'ra qarang, bizning binoyimiz shakli qanday bo'ladi? Vau, bunda do'qlash shaklini o'ylab topish qiyin bo'lardi. Faqat nolishni bilasan. Men buni qanday tez qilishni ham albatta bilaman-da. Boshlanishga boltani mana bu komanda bilan o'zgartiramiz. Birinchi joyni belgilaymiz. Endi bo'lsa ikkinchisini tayyor. Endi 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi, 8-chi. Qolgan usulga yetmasan, hammasini qo'lda qilish kerak, tushunmaysan-da. Qo'lda bunaqa desang bularni million yeb qilasan. Qo'li bo'lishni unutsang ham bo'ladi. Bir qop go'sht, podadan oldin choy chiqarma. Albatta maqtanish niyatim yo'q, lekin men deyarli tugatdim. Albatta maqtanish niyating bor. Unda nega gapiryapsan? Sen albatta siqilmoqchisan, lekin men buni qurib tugatdim. Endi ichini to'ldirsam qo'ya, sen hali devorlarni qurib bitgunicha men allaqachon hammasini bitaraman. Choydan oldin poda chiqarma, tushundingmi? Yo'yib beraman. Yo'q. Agar juda ham xohlasang yordam berishim mumkin. Sen yordam bo'lmoqchi, yana bilan urishganman. O'zing bilasan, men binoyimni shunday qurayki, qishloqqa hattoki kirolmasin ham va menda buning uchun ajoyib g'oya bor. Kirolmayman, men yo'yib bermayman. Yana bilasanmi nima? Menimcha mening binoyim haddan tashqari past. Mening tuzoqlarim uchun umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni 2 barobar uzun qilaman. Nima qilasan? Men quryapman, qanaqa 2 barobar uzun? Xohlasang hozirni o'zida yo'q mag'lubiyatda tan olishing mumkin. Bekorlarni uchtasini yeyapsan. Shunda qur, nima menda men grafga qoldimi? Yo'q, o'xshamayapti, lekin qayerga ketdi men qurmoqchi bo'lgan narsa. Nima qilyapsan? Mana endi hammasi o'xshashi kerak. Bir necha blokadashdan to'g'rilaymiz. Bu safargi hisob-kitoblar xato bo'lishi mumkin emas. Va nihoyat bo'ldi. Mening binoyim bir necha soniyada bo'lmasa ham 2 barobar uzaydi. Agar juda qattiq xohlasang, senga ham xuddi shunday yordam berishim mumkin. Qiziqishimni o'ldiryapsan. Mayli, bilganingni qilsin deymi? U holda birinchi navbatda mana bunday qilamiz. Yo'q, bitmagan. So'ngra mana bunday va mana bunday tayyor. Xo'sh, endi hammasini zo'ratga aylantirish qoldi xolos. O'zi qo'lingdan keladimi? Zo'rat qilib yasab qo'ysang o'ldiraman lekin. Bunisidan xavotir olmasligi mumkin. Tayyor. Yaxshi, qo'l. Borib o'zingiz narsalaringni qurishga ruxsat beraman. Bu seni rahmatingmidi? Temir eshiklarni o'rnatamiz. Mana bu yerga chaqmoq qaytargach, aynan shu orqali eshik ochiladi. Qanday deysizmi? Hozir bilib bo'lasiz. Lekin faqat bu o'xshaydimi? Yo'qmi o'zimni ham ish ochib komil emas. Shuning uchun tekshirib ko'ramiz. Va hammasi ishlayapti. Chaqmoq redstone'ning yerga aylanib borishini ishlashdi. Endi shunchaki redstone'ni to ishgacha tortib boramiz. Mana bunday hammasi g'alati ko'rinmasligi va ikkinchi eshik ochilishi uchun bu tarafdan ham xuddi shunday qilamiz. Umuman olganda hamma yerni to'ldirsak bo'ladi. Shunda umuman g'alati ko'rinmaydi. Faqat eshik qancha vaqtga ochilishini bilish qoldi. Agar juda ham kam bo'lsa, nimadir qilishga to'g'ri keladi. Bu ham muammo. Nima hozirni o'zida meni muammoim o'zida hal bo'ldi. Uchayarli nayzani mana shu yerga berib qo'ysak bo'ladi. Ko'rinmas ramka ichiga va mana bunday qilib qo'ysak, ajoyib. Kirish bilan tugatdik. Endi ikkinchi qavatga o'tsak bo'ladi. Buning uchun mana bunday norborlar o'rnatamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun bu yerda esa parkur. Shuncha qishloqqa parkurni juda ham yomon ko'radi. Lekin bu oddiy parkurni unuting. Sababi mana bu o'simlik orqali ancha zo'rroqni qilish mumkin. Faqat hamma yerni ko'kalarni zo'rlashtirish kerak. Kim bilmasa bu o'simlik
o'simlikning ajoyib bir qobiliyati bor. Uni hozir sizlarga ko'rsataman. Faqat bundan oldin parkurni sal parkurib olsak. Bu o'simlikning qobiliyati mana bunda. Kechirasizlar, mana bunda. Ya'ni uni ustida 3-4 soniyadan ko'p turish mumkin emas. Bu bizning parkurimizni haqiqiy hardkorga aylantiradi. Qishloqqa bitta turmasinga deyarli ishonchi komil. Qaraqtimorga qarshi bir uchinchi qavatni quramiz bu yerda esa bo'ladi. Nima bo'ladi o'zi? Bu qavatda ham parkur bo'ladi. Qishloqqa parkurni yomon ko'rar ekan, buning uchun ikki karra azob bo'ladi. Endi esa maxsus mexanizm qurish vaqti yetib keldi. Axir shunchaki parkur bo'lmaydi-ku. Shuning uchun temir binoning bir qismini laboratoriyaga aylantiramiz. Bu yerda qishloqqa hattoki ko'rmaydi ham. Ajoyib komanda bloklar o'rnatildi. Endi ularga mana bu sirli komandani yozamiz. Faqat har kengisiga mana bu ikkita sonni birga oshirib ketishimiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Tayyor, barini sozladim. Agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsam, hech qanday muammo bo'lishi emas. Lavani ko'tarilishini qaranglar qanday tez. Hattoki haddan tashqari tez. Yana 20 daqiqalik azoblar va endi bular hammasi hattoki avtomatik ravishda tozalanadi ham. O'zimni shunaqa vaqtlarda redstone dahosida his qilaman. Agar qishloqqa parkurni boshlagan zahoti orqasidan lava qulashni boshlasa, menimcha qishloqda hech qanday imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz hozir timer quramiz. Redstone blok o'rnatamiz. Hammasi soatdek ishlayapti. Menimcha bu soat uchun odatiy hol. Unchalik ham dahshatli ko'rinmasligi uchun ustini bloklar bilan o'rnab qo'yamiz. Timer bilan men qurgan mexanizmni bir-biriga bog'lash uchun esa mana bunday komanda blok ishlatamiz. Ichidagi komandasi bilan o'zimga 32 blok vaqt berib tepagacha ko'tarilishga harakat qilaman. Qani vaqt ketdi. Xo'sh, ulguraman umiddaman. Muhimi bunaqa joyda yiqilib ketmaslik. Lava hozircha ko'rmayapti. Demak, menda imkon hali bor. Xo'sh, ulguramanmi yoki yo'q? Ulgurdim. Vaqt hattoki haddan tashqari ko'p edi. Qishloqqa bu qavatga ko'tarilganda men unga savol beraman. Birdan 30 gacha son tanla. Umid qilamanki, birini tanlaydi. Yosh boshimga shuncha muammo. Qishloqni o'zi ko'rmasdan sekin yotib qo'yish kerak. Umid qilamanki, muhim hech narsa sinmadi. Menda omadsiz g'oyadan ham zo'r g'oya paydo bo'ldi. Buning uchun mana bu narsalarni sehrlaymiz va hammasini mana bu zombiga beramiz. Shlasaychi, yaramas kulisinga. O, mana topildi-ku. Hammasini kiyib ol. 4-chi qavatda qishloqqa hech narsasiz pulda mana shu terminatorni o'ldirish kerak bo'ladi. Qiziq, bir zarbadan nechta jon olar ekan? Tushunarli, qochish kerak. Bugun hech qachon kelmaydi deb o'ylay boshlagandim. Bu maxluqni qamash uchun mana bunday zanjirlarni ishlatamiz. Buni orasidan o'tish mumkin-ku deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Buni orasidan o'yinchi o'ta oladi, lekin zombining qo'lidan kelmaydi. Men ikkali bir topib oldim. Menimcha zombiga ham ko'proq shu mos keladi. To'g'ri emasmi? Mana final qavatga ham yetib keldik. Men qishloq uchun shunday raqib topib qo'ydim. Nima deb o'ylaysiz? Temirdan bo'lgan minora uchun eng yaxshi boss qaysi bo'ladi? To'ppa-to'g'ri, temir galiyam. Faqat 3 karra kuchliroq va haybatliroq, dahshatliroq, kuchliroq. Boss juda ham qo'rqinchli. Shuning uchun yo'lga mana bunday sirli oltin olmalar berib ketaman. Topa olsa uniki. Xo'sh, men o'z binoyimni qurib o'tib, izohlarni o'tib, kimning binosi zo'roq ekanligini yozib ketish esingizdan chiqmasin. Faqat video oxirida hozir axir qishloqnikini ko'rmadik. Yana kanalga ham obuna bo'ling, iltimos, milliongacha juda ham oz qoldi. Ko'zingdagi bino keldi deb hech narsani ko'ra olmayapsan, jog'im. Mening binoyim juda ham tekis kerak bo'lsa. Kim mag'lub bo'lishini hali ko'ramiz. Bu narsalar. To'xta, bor anavidan tur aylanib havolashlar. Bir narsa xato ketdi. 1 hour later. Shuning uchun men mana bu dastaklarni bosishim kerak, lekin bu vaqtda tagimdagi pol qulaydi. Hozir mana bu dastakni bosamiz, yana mana buni sir ham muhim tushib ketmaslik ajoyib. Nimalar deyapsan? Menda 5 yaproqlisi bor. Hech qisi yo'q, g'alaba baribir meniki bo'ladi, hammasini uddalayman. Meni ko'proq qiziqtirayotgan narsa yana nechta dastakni bosishim kerak ekanligi. Hozir oxirgi bloklarni top tashlayman, manata. Ko'zlarim yetarlicha. Mana shu yerda bo'lsa bo'lib oxir dastaklarni hammasini pastga qaratib chiqish kerak. Tayyor bo'ldi. Menimcha bu yerda hech narsa yo'q. Demak, mana bu tarafda bosib ko'ramiz. O, ajoyib. Ana endi bu blokka sakrasam agar sakray olamanmi? Ajoyib. Menimcha men tugatdim. Birinchi qavatini tugatdim. Menimcha qiyroq qilish
qilishim kerak edi. Nega sen xursand bo'laverman? Bu shunchaki kirishxona. Bir bo'lsa ham tushib yetib ana ularga yeb berishing kerak edi. Bechoralar och qoldi. Yo'q, menimcha busiz ham hammasi yaxshi bo'ldi. Xo'sh, bu xonada nima qilish kerak? Anvillar, juda ham ko'p anvillar va boshqa hech narsa. Agar mana bu burchakdagi gulni hisobga olmasa, Bu endi aql qobiliyatlaringni ko'rsatsa mana shu xonadan chiqib. aylantirish kerakmi buni? Aylantirish kerakmi? Seni aytgan darajada hisobga olib so'rovlarda topshirish kerak edi. Vohma qilmasang-chi, hozir hal qilamiz. Ha, bo'ldi, tushunardim. Men tushundim. Shunchaki mana bu gulchani nomlash kerak. Shunda mana bu anvillar sekin-astalik bilan bo'lsa-da sinib boradi. Hop. Daraja tugadi. Daraja? Bunga hali daraja ham kerakmidi? Mayli ishla. So'ngra ha, bu cheksiz bo'ladiganga o'xshaydi. Va nihoyat shu tanlovlardagi bittasini sindira oldim. Jaqa, masalan, sindirishing shart emas, asal ketgan bo'lsa. Nega qotib qolding? Sindirarmanda. Shoshilmasangchi, juda ham muhim ish bilan shug'ullanyapman. Va nihoyat bunisi ham sindi. O'zi ko'proq ishlashga qiynaladigan qavatlar qo'yish kerak. Mazza qilib tomosha qilaman o'zi. Menimcha sen psixologga ko'rinishi kerak. Hammaylar nima bo'lganda ham umid qilamanki, endi men bemalol ko'tarila olaman keyingi qavatga. Birozdan ham juda ko'p vaqt oldi. Buni ham sindiraymi shunda? Vaqtni shafqatli bo'lish kerak. Baynasi yanadan qo'yaman. Shuna qolgan va nihoyat ajoyib sindi va mana ovni ushlashin. Bu qo'y bilan sen shu narsani boshlash kechirding. Bu xurda shunchaki otib yuboryapsanmi? Oramizda kasal faqat sen shu bilib qo'y. Bundan ko'ra sen bu qavatdan o'tishni iloji bor qilib qo'y. Hech qanaqasiga chiqib bo'lmayapti. Endi kamchiliklar bo'ladi, hech narsani tekshirmaganimdan keyin. Bu qavatda nima qilish kerak? Bu yerda axir hech narsa yo'q-ku, hech boqo, hech qanday tiriklik, lekin mana bu narsa bor ekan. G'oyat tugadi, tugmani bos. Tushunmadim. Hozir nima bo'ldi? Yaxshi, ikkinchi marta o'tish kerak bo'lsa, ikkinchi marta o'tamiz-da. Mana bunday va nihoyat qaytib ko'tarildi. Bunda nima qilish kerak bu xonada? Aqling ishla. Meni aqlim shunchaki tepaga ko'tarib, deyapti. Demak, sizni bir yerda dosh qovoq emas. Men esa shunaqa deb o'ylardim. Hammanglar xush kelibsan mening yangi xonamga. Ko'rinishidan dahshatli bossam nimadir bo'lsa kerak. Hammayli baribir bosib ko'rishga to'g'ri keladi. Meni teleport qildimi? Yaxshi. Agar boshqasini bossam nima bo'ladi? Yana teleport. Nima qilish kerak bu xonada? Eshak buzvoy. Xonadagi tugmalarning faqat bittasi seni ozodlikka chiqaradi. Unchalik ozodlikka chiqarmaydi, hammanglar uxlab tushishing. Mening vazifam kerakli tugmani topish. Faqat buning iloji bormi? Men keyingi tugmalarga bora olmayapman ham. Yaxshi, mana sakrash effekti bilan endi qo'lingga keladi, to'g'rimi? Bilmadim, men bu yerga o'zi qancha vaqtdan beriman. Ko'nglim aynib ketyapti bu tugmalarni bosishdan. Sakrash effekti bilan paydo bo'lishi mumkin. Hammaylar har bitta bora oladigan tugmamni birma-bir bosib chiqaman. Qanchalik bularda hammasi ko'ngilni aytmasa, Bir qopg'a shunday effektlar bersam o'tolmading. Hammanglar bir nechtasini olib tashlayman. shunday qilsang juda ham zo'r bo'lardi. Faqat iltimos kerakli tugmani olib tashlama adashib. To'g'ri, o'zi qaysi bir idea umid qilaman ko'p tashamadim. Yo'q, tashamadim. Men hozir qayd qilib yuboraman. Qachongacha? Va nihoyat, men seni bulardan qavatdan o'tdim. Yig'lab bo'kir bormi? Unaqa qiynalgani yo'q. Shona. Xo'p, yaxshi. Keluvchi marta faqat bu safar ta'minlarsiz. Nega bu xuddi meni mo'moyimga gapirasdan yo'q tashlayman hozir. Hozir seni dabdalada chiqaraman. O'lsangchi joning cheksiz nima va nihoyat. Gap yo'q, o'ldirding, mayli dastak ushla. Va nihoyat vaqti yetib keldi. Mana tomdamiz. Va nihoyat seni binoyini butunlay o'tdim. Bir nima deyish qiyin. Do'stlar, izohlarga o'tib o'z fikringizni yozib qoldiring. Oxir oqibat kim g'alaba qozondi ekan? Faqat bundan oldin sen meni binoyimda ozgina azobingni tort. 5 daqiqaga bormaysan, Fatanjon, qani kiray bu yerga? Seni vazifang aynan shuni topish. Faqat bundan oldin mana bunday qilamiz, yaxshi. Vo, bu charli nayza sehrlangan. To'xta, men uni qanday o'lganini ko'rmadim-ku. Bir qop toshmisan? Mayli, qara, mana bunday turuvdi, men mana bunday qilib oldim. Yaxshi, endi qilayotgan ishingni davom ettir. Qayerga qasarlatish kerak? Unchalik ham olib qolishing to'g'ri emas-ku. Mayli, olib ketaver. Ko'tariladi. Vo, to'galar jo'rlashtirish va men bu yerda parkour. Bundan ishonma. Qamayli, qara keldi. Vo, tirik qoldim, tatib ishladi. Men barini
Yo'ydim-ku, kirgan yerdan kirdi. Va nihoyat binoyim qo'riqchisini sen mag'lub qila olding. Buning uchun senga alohida qarsaylar. Bu